Xitoydan kelgan narsalarimni raspakovka qilamiz. Bu qilgan zakazlarim orasida juda ham ko'p chexollar chiqadi. Так что birinchi chexolimiz. Tadam! iPhone'ning cheti to'rtburchak bo'lmaydi, aylana bo'ladi. Men shunaqa to'rtburchak chexol xohlagandim. Bu chexolni mana shunaqa brelogi ham bor. Juda ham arzonga zakaz qilganman. Keyingi chexolimiz. Bunga obrazim bilan prям match bo'lgan. Takoy qalingina, og'irgina chexol. Keyingi chexolimiz bu shunaqa prozrachniy. Bu menga emas, meni turmush o'rtog'imlarning chexoli. Просто prozrachniy, lekin mana bunaqa narsasi bor ekan. Mana ko'rasizlarmi? Короче, telefoninglarni mana bunaqa qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu ham menga emas, xo'jayinimlarga. Menga yoqmadi. Oddiy takoy, дешёвый. Bu kart holder. Короче, вот oddiy kart holder. Кожаный. Telefon orqasiga yopishadi. Keyingisi qanaqadir katta narsa, ochib ko'ramiz. Короче, telefonning ustiga yopishtiriladigan защитный стекло. Xullas, ichida steklosi и telefonni yopishtirish uchun qanaqadir sxemasi bor ekan. Mana ustida уже ko'rsatilgan nimaligi. Mana shunaqa taqiladi. Bu notebookda yoki telefonda o'tirganingizda bo'yingizni pastga mundoq qilib o'tirmasligingiz uchun, qaddingizni tik tutishingiz uchun, короче, shunaqa narsa. Keyingisini ko'ramiz. Buni yechib qo'yaman. Chexol. Shunaqa yaxshi ko'raman, shunaqa нежный розовый rangni. Silikonli shunaqa chexol, yumshoq ichi. Kачествоsi ja zo'rmas ekan. Masalan, mana bitta chiqib turgan, короче, plastiklar bor. Lekin baribir menga yoqdi. Endi meni 3 ta chexolim bor. Almashtirib taqaman kayfiyatimga qarab. Raspakovka yoqqan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Пока.